42 yosh bemor, Qirg'izistondan kelganlar, tugunli bo'qoq. Правое доле щитовидной железы tugun bor. Biopsiyasida подозрение на onkologическийga подозрение bor. Shuning uchun biz o'ng bo'lagini olamiz, bezni va o'rtasidagi perisheykasini ham olamiz. Chap tomonini tegmaymiz. Bu onkologический prinsipga to'g'ri keladi, chunki bo'qoqni o'sha tugunni razmeri 2 santimetrgacha. 1,1 на 1,7 сантиметров. Поэтому допускается сделать гемиструмэктомию с резекцией перешейка. Поехали. Mana olib tashalgan tugun. Hozir ichini ochib ko'ramiz tugunni. Вот узел. Yarmida bu. Qurib ko'raymi? Mana. Так, mana bu yerda yarmi qoldi mana. Mana, metka qilib berdik. Mana узел. Mashqdan tekshiradi mana. Mana shu kesilgan. Kesilgan joy kosmetik tikilgan. Sekin chetdan tortib olinadi.